O'zbekistonda o'rtacha to'y qilish uchun necha pul ketadi deb o'ylaysiz? 30 ming dollar. 30 ming dollar. Bitta restoran 5 ming dollar ertalab kerak. Prosta arendasi. Versal 5 ming. Hozirgi paytda 10 ming dollar yetsa kerak minimumga. Ekonomni ayol bo'lsa, saramjon ayol bo'lsa, chiroyli kichkina to'y qiladi. Agar bekorchi pul topgan bo'lsa, katta chiroyli to'y qiladi to'yxonalarda. Mana shunaqa deb o'ylayman. Hech qancha ketmaydi. Aqlli odamlar ikkita qo'shni, ikkita qarindosh bilan, bitta mo'lla bilan ikkita boshni bitta qilib ro'zg'or qilib olsa bo'ladi. Minimum O'rtacha to'y qilish uchun. 6-7 millionga o'tkazib olsa ham bo'ladi. Rostdan. Agar uyda o'tkazadigan bo'lsa. Bizda Surxondaryoda o'rtacha to'y qilish uchun 40-50 millionlar ketadi. 6 ming bo'lsa kerak dollarda, AQSh dollarda. Taxmina. Yaxshi to'y qilaman siz 30-35 ming dollar. Siz 30-35 ming sarflashni xohlaysiz, sarflamoqchisizlar? Men undan ko'p sarflayman, xudo xolasa. Undan ko'proq qancha sarflaysiz? 60 mingda ketsa kerak, Alloh nasib qilsin. Eng o'rtachasimi 5 mingdan 7 minggacha. Qani bir 5 million bilan to'y qilsangiz, nima yetibdi bunga? O'rtacha to'y qilish uchun 3-4 ming dollar ketadi. Hamma o'zidan kelib chiqib qiladi. Sizdan kelib chiqaylik. Yo'q, menda imkoniyatim bo'lsa ham kichikroq to'y qilaman. Aniq summasini bilmayman, o'sha ketadigan pulga sayohat qilgan yaxshiroq.